Assalamu alaykum. Tordaşlar, yaxşımısızlar? Bugün bir azıraq ortaqlaşay dep oyladım. Cık qeyrindaşlarım, voy, sizning leksiyalarınızı anladık, sizning leksiyalarınız ne dep acha söz qaldırdı. Lekin qeyrindaşlarım, bu faqat sizlar bilan ortaqlaşış, bu hergiz leksiya emas. Leksiya bundaq bolmaydı. Leksiya bir Məsələn, mən bir yazğan ilmi maqal toğrusida bir muhakime yığını orunlaşdırılıb, bir səhnələrini orunlaşdırıb qılğan bolsaq, o vaqtida o leksiya boludu. Rəhmət aşdaq baha bərgininglarga, lekin bu leksiya emas, sizlər bilan ortaqlaşış, muşu hər bir muşu millatimning yordam kerak bo'lgan yoki o'zimninki bir o'rtaqlashadigan temalarim ustida qarindoshlarim bilan bir ko'rik deb o'ylayman bu Facebook'daki sizler bilan uchrashishim. Hergiz o leksiya emas. Bugün men bir tema ustida to'xtalay dedim. Bo'libmi mushu yaqindan beri Yevropaga kelgan, yetib kelgan, mayli Norvegiya, mayli Gollandiya, Avstraliya, mayli qaysi davlat bo'lsin, mushu Yevropaning har qaysi davlatlariga yetib kelgan, tinch amon yetib kelgan qarindoshlarimni tabriklayman. Hem shularga aq yo'l bergan Allohdan minnatdor bo'laman. Sizlarga bir yaxshi bir kelgusininki qarab turdiganiga ishonaman. Muşu yaqindan beri Yevropaga kelgan qarindoshlarningki kelishi bilan jiq-jiq bir ishlar bo'lib ketdi. Mush to'plardan kelgan ovozlar. Bo'libmi tünögün bir ovozlar kelibdikan, uni mushu kampda yetayotgan qarindoshlar menga yo'llab qo'yibdi. Mush ovozlarni anglamasanglar bo'lmamdi qarindoshlarim dedim. Sababi imonsiz, musulmon emas sizlar degandek gaplarni qilib ketibdi. Ondan keyin shu dernekçilarga ba'zilariniki ovozi, men u ovozlarni bu yerda qo'yib, ularni ko'ngilsiz qilgim yo'q, ammo shularning talabiga asosan biroz so'zlab qo'yay deb o'yladim. Men burun mushu Turkiyada da'vo yo'q degan bir so'zni qilgandim. Turkiyada rost da'vo yo'q. Turkiyada mumkin emas da'vo yo'q. 72 yil buning guvoh. Lekin bu da'voga mayoq qorilib qilib, Uyg'urning yaxshiroq bir kuniga erishishini xohlamaydi kelajak odamlar. Bu nima namoyishi oz bo'lib qoldigan bo'ldi, namoyishda oz kam odam soni kam bo'lib qoldigan bo'ldi deganga shunda g'idig'im kelib ketdi. Tilamchilik qildigan Uyg'ur kam bo'lsa, sizlarning yuraginglar og'rib ketdi deb o'yladim. Echishib ketdi deb o'yladim. Ash qarindoshlarning o'zigim dedim, bu gaplarni anglamanglar. Mesela kelgili 10 kun bo'lgan, 10 necha kun bo'lganlardan birisi bilan paranglashdim. Odamning qo'sqi, mayoqni qapqirib, xotirjamsiz bo'lib qolsa deydi. Qachon uyga birasiz yugurib kirakin degan xotirjamsizlik bo'lsa, vatanmi esi kelmaydi ekan. Dedim, ayni gapi. Uni men qaytib kelib, mushta bir o'ylab baxtim, oqiga yondirib turib. Rost, kelgusingizga nisbatan hech qanday bir yo'riqlik ko'rolmagan, umid ko'rolmagan ahvol ostida hech kimdanki boshqa narsadan so'z aytishi rost tas, normal insonlarniki. O'ylaga ba'zan bir insonlar uning sirtida. Mush ba'zilarnikiga deb qoldim. Da'vogarlarning ichida ba'zilari elaqa yaxshi kunga erishgan qarindoshlarning nima uchun rahatsız qilganini bilmadim. Anadan mushu Uyg'urda umid bormi? Mushu Uyg'ur mushta qila olamdi deb ko'pib turib so'zlayotgan nechisi borkan Yevropaning ichidan yoki mush Turkiyalardan. Sen shu Uyg'urning ichidagi birisi? Sen qil amsa? Ular qilmaganini sen qil. Men shunchalik umid var. Xitoyning o'rildig'iga ishonaman. Meni dadam Xitoy bo'lmasa, onam Xitoy bo'lmasa, onaki bütün dünyada her bir siyasetçilerin ve Amerika'dakilerine kızgıma. Bu şu dağlık siyasetçilerin yazgan kitapları olsun, küçümüz yetkinici görüp, bazılarımız birbirimizge tavsiye kılımız, muhabbetini görüp bakkanmışsınız, en bir şeyde muşubetini görsünüz, şunda bir yaxşı bir energiye erişirkenimiz de, şunda yaxşı neslerini görüp, ortaklaşımız,
Şu jarayonda voy to'xtab tur. Ma bir boshliq chiqqan chog'da ma kitob chiqib ekan. Mush kitobning ichidagi ba'zan bir mushu maqolalarning ichidagi ba'zan bir ko'z qarashlar yoki tavsiyalar mushu amalga eshib ekan to'q. Voy, maqatimda munda bo'lib qolishi mumkin ekan. Mundaq deb turib ko'rib turyapmiz. Shunchalik biz umid var. Nim deb Uyg'urni umidsiz qilsa men bilmadim. Anadikin voy Amerika andaq deganlarni nochvasan o'shin ingliz so'zlab baqa. İngilizcəyə tərcümə qılıb turub şunu bir so'zlab bax ko'ray. O'sha da'vo deymiz, da'vo zodi rost da'vo bo'lgan bo'lsa, namoyish bilan cheklanib qolamda. O'ylab beqinglar, namoyishning ishida vaqtim o'tib ketdi deb talay deb baqqan. Namoyishning ishini vatan ozod bo'ldi deganga allaqachon men uning xotim berib bo'lgan. Nishonsiz da'vo hargiz ilgir basmaydi. Davaning beshiga chiqib olganlarniki Uyg'urga kuyinmaydigan bir insonlar ekanligini sizlar mushu Yevropa safaringlarga qarab beqinglar. Men mushu Yevropaga kelib bo'lganlarni tabrikladim. Kelmoqchi bo'lganlarni tirishsanglar, tirishqidek bo'lsa tirishinglar. Ashundaq deb kelaman. Hozir da'vatim sizlarga. Ham shularga oq yo'l tilayman. Agar yo'l topa olganlar bo'lsa, mayli qaysi davlatga kelsa, shularni men oq yo'l tilayman, Allohdan tilayman. Anadikin jiqlar mushu kampga kelganlarninki ichidimi? Ba'zilarga debdi. Voy, sizlar imonsiz, Yevropaga ketdinglar, iymoninglar yo'q, dinsiz degan baholarni berdi deydi. Ular Xudo emas tursa dedim. Iloh bo'lmasa ular nima deb sizlarga unda baho berdi dedim. Anadikin mush yetib kelganlarninki yaxshi bir energiyalik biz keldik, yaxshi insonparvarlik nuqtasidan bizga shunday yaxshi insonparvarlik muomalada bo'ldi desa, voy sen andaqchi deb ketganlar dedim men. To'pdan chiqib ketinglar. Nima ish qilsizlar ularni anglab? Ashunda yomon gaplarni anglaymiz deb to'plarda yuramizlar dedim. Anadagi yana birisi namoyishimizda odam yo'q bo'lib qoldigan bo'ldi deb mush 300 odamning tufaylidan namoyishida odam yo'q bo'lib qoldigan bo'pti. Uyg'ur yaxshi kunga erishsa shunchalik rahatsız bo'lib ichib ketayotganlar bor. Unisi 100%, ba'zan ovozdan anglab shunda qusqim kelib tutib ketadi. Anandikin men mundaq dedim. Yoshga cho'ng'aroqlari kelganlar borka, ularg'immi deb qo'ydim. Men 40 yoshda kelgan. O'qiganlarmi keldi, o'qimaganlarmi keldi. O'qimaganlar bir kasb egallarlar yoki praktik qilib turib, bir ishga o'rinlashib olsanglar bo'ladi. Bojni yuqori to'laydigan deb deganlar bor ekan, shunga javob berib qo'yay dedim. Mening tariximni deyapman a. Boj to'lash mushundaq Yevropaga kelgan ko'chmanlar bizda kelgan yoki siyosiy panohlik tilash uchun kelganlarning yoki bolalarning o'qish o'bularga mushu bojni ishlatadi hukumat. Boj topshirishni men bir yaxshi ish deb bilaman, xo'shallik bilan topshiraman. Uni qaqshapmay ketmayman. Agar yaxshiroq bir xizmat tepib yoki tirishchan bo'lsangiz, boj topshirish og'ir kelmaydi. Anadagi bizning ota-onamiz bu yerga qo'ziq qilib qo'yib ketmagan. Shuning uchun bu davlatga nisbatan biz minnatdor bo'lishimiz kerak deb o'ylayman. Bu mening o'zimning ko'z qarashimla emas. Mush necha vaqt yaqinmish Yevropaga kelganlarning ichida xili jiqlari bilan paranglashgan vaqtimda biz bek minnatdor, biz beklar qanoatchan millatdiq. Bu yerga kelib hayron qoldik. Bizning mushundaq bir davlatga tinchaman kelganimizga cho'qim tirishib o'ginimiz. Cho'qim tirishib mishar bolalarni tarbiyalaymiz. Endi bir vatan deyalsak bo'ladi ekan. Bo'lmasa qachon ishini birsi uraki deydi. Deb mushundaq rahatsız yaşagan vaqtlarimiz bordi deganlar bo'ldi. Endi menda birsi so'radi. Mishadil javob beray dedim. Bugun so'radi uni. Ozroq pul berdi deydi deb. 2 yil introduction program deb bir programma bor. Uninga til o'rganish, xizmatga chiqish yoki mush sistemalarni o'rganishni o'z ichiga olgan bir programma. Ashning ichiga siyosiy panohlik deganlar kiradi. Öyle chiqib bo'lgandan keyin, kommunal chiqqandan keyin. Masalan, o'ltirim chiqqandan keyingi jarayonda men tezroq chiqib ketaymishadim.
dep so'ragan vaqtimda tildan o'tib ketsang, maktab iltimos qilsang bo'ladi, dedi. Endi bundaqlarmı bor yoki mana bu 2 yilda umumpan o'qib, andan keyin boshqa bir chiqish yo'li izlaydigan undaqlarmı bor? Lekin hukumat shuningga loyiq ash 2 yil jarayonida sizga tegishlik yordamda bo'ladi, iqtisodiy yordam. U bir normal oilaga yetadi. Haliqi nima uchun boshqalardan davomli bir nimaga erishish, elishni qo'ydi bo'lasiz, debmi ba'zilarga deytim. Andaki ba'zilarda voy biz chet elliklar ancha jiq bo'lmagan yerda yashagan, shuning uchun til o'rganish yoki chiqish yo'li yoki ilgirlashlarda shunda bir unumli bo'ldi deb o'ylayman. Anadaki cho'qim Uyg'urlar boyaga to'plashib olish shart emas deb turib o'zimmi dedim. Ba'zilar dedi, nega bizning tuqqunlarimiz yo'q, tunishlarimiz yo'q deb turib. U e'tiqod masalasiga faqat aralashmaydi. Norvegiyada hech kim e'tiqod masalasiga sen ma'noga e'tiqod qil, ma'no mundaq qilma deb turib demaydi. Gap o'zingizda. Mushu prinsip o'zi e'tiqod degan qalbda bo'ladigan narsa. Qalbingizni yo'g'may, ustingizga yo'g'ilib, g'ayri ishlarni qilgan ne ko'zimdan kechirgan isbotliq hamma narsa bor. Men millatimning baksiz xiyerni to'g'ri chiqarmayman. Baksiz xiyerlarini chiqarmayman. Mesela davanın içinde şu satçılıklarını çıkarmayı kevatımı. Sebebi kallamız çeçilmesin diyen yer gelgende bazen işler rast çeçilmesin. Muşu resvaları ergeç geldiğini özünün ki kançılık rahatsız bulduğalarını bilmeye bazılarınki. Şunun için davamlıq manaslarga qilmayman degan energiya berib keldim. Yevropaga kelganlarga nisbatan men pushaymonim yo'q. Mushu Norvegiyaga kelganga deb javobni berib bo'ldim. Pasport yirtmanglar dedim. Davolanishninki haqiqatan haqsiz bu yerda. Davolanish degani doktorxonada yotsangiz. Doktorxonada yotmasangizmi boshqa bir ma'lum bir chekdan eshib ketgan chog'da yana yordam bo'ladi. O'qish shu majbur ma'rifdan boshqa mana shu to'liq o'tirni bitgacha haqsiz. Agar universitetda o'qisa, uningga loyiqmi, imtihondan o'tib kelsa, shuningmi 40%ni hukumat ko'tarib o'tadi. O jihatda eg'irlik yo'q. Bolalarni o'qitish jihatdan haqiqatan yaxshi. Men shunchalik minnatdor bu davlatdan. Anadaki mendan bir men mushu kelgan chog'da mendan bir savol so'ralgan chog'da sening boshqa dinlarga bo'lgan ko'z qarashing qanday deganda islomning hech qanday boshqa din bilan ziddiyati yo'q degandim. Mening ziddiyatim yo'q. Mening uni qiziqishim yo'q. Hammadan bir-birimizga hurmat qilsaqla bo'ldi deb javob bergan. Menda shunday savol so'ragan. Anadaki coğrafiyada siz nereden kelgan bo'lsangiz, shu yerdan shu ben Ürümchidan keldim, falan yerdan dedim, mushtaqli ko'rsatib, menga nima ko'rsatdi? Xaritadan qayerdan kelding dedi. Ha deb shuni ko'rsatib berdim. Anadaki mushu o'zing turgan yerlardagi daryolarni deb baq, tosh mushtaq deb degandi. 20 yildan yoqis javob mushu so'ralganlarga javob berolmagandi. Sen birinchi qatim javob bergan odam degandi. Endi biz siz o'ylab yiqing. O'zingizga loyiq bir narsalar bilan tayyorlikda kirsangiz, unchalik yuzingiz sog'irib qolmaydi. G'alati javoblarni bermasangizlar, ap qoladi. Sharafsiz tarixlaringizni belki so'zlab yurishingizda hojat yo'q deb qo'ydim birsiga. Boshqa bir davlatdagi birsiga. Andan keyin men har qanday bir Uyg'urning biror yerga o'rinlashib turib, bek so'rlib yurmasligini bekli orzu qilaman. Bekli arzu qilma. Lekin mening ejishib ketmadi. Biror Uyg'ur kelsa, ejishib ketmaydi, xo'sh bo'lma. Nima deb ejishib ketadi sizlarningki? To'plarga imonsiz, voymasiz, dinni savodi yo'q. Voy, sening savoding bor-ekan. Mush kelganlarning hammasi savodsizmidi din jihatdan? Turkiya turib so'rlib yurish yaxshi. Bosh topshirganlarning voy u gunoh. Öy asan günah, yeni birimi günah, vay bekçik petvalar var ki Avrupa gidiş mi günah bolsa, tilemçilik nima üçün günah emas? Nima üçün aşı her qandaq aşı başqa dinlarnikilarninkine bütün yerlerden pul yığıp gelip aşılarga taqitsa, hacep bir aşı halalligina? Tünögün toplardan kelgan ba'zan ovozlarni menga yo'llab qo'yib ekan, shunda ko'nglim yerim bo'ldi dedi. Lekin mening ko'nglim yerim bo'lmadi. Ko'rdinglarmi? Sizlarning o'lib ketishinglarni xohlaydi, so'rlib yurishinglarni xohlaydi. Ashu naq ashadagi tashkilotlarningki, naq sizlar cho'ng bilgan odamlarning ovozidan chiqqan narsa.
Yollarına itilip gitişi nime sebepten boldu? Muşu Zeytinburnu'da ekip yürgen sözlerinin nime için aşında sözler çıktı? Avazınlar nime için bana kep kaldı? Aş qeyrindaşlar qanchaq rahatsız oldu? Biz ketip yaxshi qilib dikenmiz deganlarning dedim ben. Tirishinglar. Tirishib tirmishib bir yo'l chiqsin. Bir yo'riqlikka erishinglar. Siz degandek 10 kundan keyin men endi vatan degandek kallamga kelyapti degandek shundaq sizlarning shu vatan degan narsa kelsin xiyolinglarga. Men bu jarayonni o'tkazib bo'lgan odam. Men shu 4 yil jarayonida ko'rmaginim, anglamaginim, uchratmaganim qolmadi. Dastlabki shu namoyish degan vatan uchun bek foydali deydigan vaqtdan allaqachon o'tib ketdim. Da'vogarlarni Uyg'urlarniki shu mustaqillik uchun kurash qilayotganlar deydigan vaqtim o'tib ketdi. U aldamchiliklarga ha deydigan vaqtim o'tib ketdi. Shanba-shanba hammani itib qo'ygan yerda, bayramlarda nima bor? Siz o'ylab beqing, o'zingizni aldashdan boshqa narsa emas. Nishon nima? Mustaqillik desiniz, zemin desiniz, bir yerda zuvan chiqmasmi? 72 yildan yoki zuvan chiqmamdi. Gap o'zimizda nishonsiz shu tomg'i usivergan gapda. O'zingiz o'ylab beqing. Ba'zilar deydi, "Voy, biz qandoq qilamiz? Bizning mustaqil bo'lg'imiz bor, lekin palonchi. Shu so'ringa bog'langan rishtingizni, bolalaringizni bog'lab qo'yma. Ba'zan yerlarda sukut qilganing, o'ngta turash xoinning o'pchisiz yurganingda yaxshi deb o'ylayman men. Voy, Amerika mundaq deb ketgan shu u yer bu yerga yog'li qapoqlar bor. Voy, o so'zligiga qarab beqing, o'zingiz sening ko'ngling elishmagani bilan bizning elishib ketdi. O'ylab beqinglar. Bir odam degan hamma yerda yugrab yurdi. Bir Uyg'urning bir yordamga erishgini mush Yevropalar kelganlarga tugishib, ejishib ketganlar ichida yana shundoq odamlar bor. Vatanga ishing og'rimasa, qeyrinishing ishing og'rimasa, bash chet eldagi so'rlib yurganlarning texmi to'van turmush saviyaga tushib qolishini umid qildigan gapmi? Mushundaq bo'lib qolishini umid qildigan gapmi? Men yordam qilgan odamning meningdimi eshib ketishini umid qilaman. O normal ahvol, normal bir psixika, o'zingning millating qanchalik ilgari bossa, shunchalik xo'sh bo'lishing kerak aslida. Sana qarashlik bo'lib qolgan, sana bir ehtiyoj tushib qolgan, mushundaq holatda so'rlib yurgan bir muncha Uyg'urlarning ichidan ozroq bir qism sirtqi chiqsa, xo'shallanarli ish emasmi bu? O'ylab beqinglar qarindoshlarim. Allah'ın üstüge çıkıp elip oturup sen imansız, sen mondaq olsa, sen kim o? Dep sual koyup bakmamsız dedim. Jığılap ketkenler ba. Oy nemiş jığlayıslar dedim. Bula Uygur'un düşmanı eken, şunun için başında sözleydi o. Şunun için ama ahlak deydinler. Rahatsız bulmanlar dedim. Özünüz şu vaxtıda şu adamlar bilen bir septe emasliginizge, muş bir septen çıkıp ketkinizge hoş olsanız oldu dedim bazı adamlardan. Xudoyim saqsin, ba'zi odamlar bilan bir rasmga chiqib qilishnimi? Men 2018 ma'lum birlari bilan tushgan rasm nomus qilaman. Voy, bek nomus qilaman, lekin shu bir uyg'onishda menga ashu namoyishga bormagan bo'lsam uyg'onmaydim. Zemin tuproq deganlarni men shu milliy uyg'onish harakatini qo'llash jarayonida o'rgandim. Millatga qanday yordam qilishni ketib berib o'rganyapman. Voy mush Yevropaga kelgan qarindoshlarniki voy munda bo'pti desa, xo'sh shu kitimizmi atrofimizga balla. Voy nimda yaxshi bo'pti, voy nimda yaxshi deb bir muncha Uyg'ur kes albatta xo'sh bo'ladi odam. Vatandagi holat bo'lib qoladi ekan, hissiyat bo'ladi ekan odamga. Ondan keyin shu jarayonda har qanday bir oildan bo'lib qoladigan bir surkilishlar bo'lsa, uni o'tib ketadi, ko'chib ketisizlar, ertagun bo'linib ketadi, boshqa yerlar bo'linib ketsa bir yer turmaysizlar dedim. Surkilishlar degan bo'ladi. Har qanday millatda, har qanday davlatda bor, bizninkili cho'ng bo'lib ketadi. Ondan o kampningki sen boshlig'i bo'lmagan ekan, sening u yerlarda so'zlab, undan vatildab yurishingning qat'iy hojati yo'q. Ashlar o'ziga o'zi ega chiqdi yana ekan. Chiqish yo'li izlaninglar. Anarki xo'sh bo'linglar, demamsizlar ashlarga. Heliqi moz gaplar, heliqi loz gaplar.
Sizler onu izlep yürüp aş ülük bulundaki şu avazlarını anlamanglar qarindaşlarım. Energiya izlanglar. Başqa yerlardan yeni kep bolganlar bolsanglar, intervyulu tugayan bolsa, imtihan til ögünüşke, başqa yeni kelganlar, keyinkilardan yana bir chiqib masala so'rab qilsanglar bo'ladi. Men hech kimni mundaq qilinglar, andaq qilinglar demayman. Men o'zimning bu yerga kelgan tariximni so'zlab berdim. Men shunchalik minnatdor bu davlatdan. Voy yomg'ir yog'di, voy qor yog'di, voy vatanning boshqa yerlari qum bo'ron chiqadigan yerlar bordi, yomg'ir yog'di, yashaydiq. Bu yerda yomg'ir yoqqan bilan hech kim ko'chada qolmaydi, tilamchilik qilmaydi, hech kim. Hökumətnin o'rinlashtirgan ishlari bor, shuningga bo'ysunib, tirishchanlikni ko'rsatsangiz bo'laverdi. Ba'zanlar faqat tildan o'tamay, mana shu yoshqa cho'ng so'rilib ketganlar bo'lsa, hech bo'lmagan vatandoshlik ololmasangiz, bu yerda mangulik turadigan bir huquqingiz bor. Bolalaringiz o'qib qoladi. Men ashunchalik dedim. Lekin tirishinglar, ishlanglar ammo hargiz yurmanglar so'rilib, mundaq qilib. Hökumətin elib, mani əp bulub, yəni onundan mı bəkərək alay deb, oltamanglar. Bu bir şərəfsizlik. Minnət bilan yaşasanglar, mehnət qılıb yaşasanglar, anik xalqmi minnət qılmaydı. Mehnət bilan yaşanglar. Aşındaq dedim. Mən öydə yetib alğan bəndə emas. Mən işləb gəldim. Oqış jarayonimda işlədim, kechida ishlaydim. Tirishsanglar bo'ladi, yordam so'ranglar. Qandaq qilamiz, mundaq qilamiz, andaq qilamiz. Andaki qo'rqoq sağanlarga yo'q danglar, hukumat yetkichi qonuniy yordam berdi sizlarga. Rad qilingan taqdirdami, rad qilinganlargami yana qayta shuning ustidan advokat tutadigan, haqsiz advokat nim qilib beradigan o'rinlar bor. Shuning uchun qo'rqoq sağanlarga yo'q danglar. Oila jamlash o cho'qqim har qanday davlatda, Yevropaning davlatlarida oila jamlash bor. Biz tarafda şu kelib vatanda nimalarga javob chiqib bo'lgandik, o'ltirim chiqib bo'lgandan keyin tezda vaqt ching tutsangiz bo'ladi. Ba'zi xiyoliga kelmay o'tib ketib vaqtni so'rilib yurib, keyin anandan keyin hukumatdan ko'rdiganlar bor. Mushu jihatlarga diqqat qilsanglar o'tib ketadi. Men o'zimning beshimga kelganini deb beryapman. Men boshqa yana birsidan voy mundaq emas, mundaqga. Men Norvegiyadan boshqa davlatninkini so'zlamayman, chunki men u yerda turib baxmasam. Men Norvegiya turgandan keyin o'zimning beshimga kelganini deb berman. Shuning uchun qarindoshlarim buningdan gap baxmagan odamdan masala so'rab oltamanglar. Qog'idan masala so'rab, burkutning xiyolini qilma deb chiqiribmi qo'ydim. Bütün millet süpütüde hiç qaysininki bunu dört milletni. Voy muşu millet mundaq qila olam deb to'pladı, köpep so'zlab ketganlar varken sen qaysi millet emsen? Deb javob bermamsiz dedim. Bana yollab qo'yganlarni. Yetilab mağımız yetiligidekni. Uyg'urning hammasi axlat emas chiqqanlarki. Meyli Türkiye'de düm yetip düm kopup işleyen ne ballar var, qarindoshlar bor. Her qandaq davlatning ishchidimi buzuqchilik, mehnatchilik bor. Shu mehnatchilikni tuzaydigan qonun bor. Biz tuzaymiz, deymiz. Misal qilib ko'rsatma, har qandaq davlatda bor. Uni siz egib o'tish emas, hal qilish, har qandaq masalani hal qilish tarafdoriman. Oilamdimi urug' tuqqanlarimga mı deydim. Rast gap qilinglar, masalani hal qilaylik deb dadamning shu qonuni, shu tarbiyasi menga bek singan. Bolalarimga mı deyman, rast gap qil, ishni hal qilib mangamiz deb. Hal qilmasang bir kunlarda ashuning yana agashim kesilib chiqadi. Millatning masalasi shu. Ashundaq ishlarni hal qilib mangsak deb o'ylayman. O pitne degan o'zi pitneni chiqargan odam nima? Echilib qolgan yeringda echilib qopti. Ma millatni munda o'ynama, nay qilib. Kusuringni yana bir yeringni bir yerga esib qo'yib, qizil bo'yab olib, yana boshqa yerlarga ko'kka bo'yayma deb yurishma dedim. Anadagi yolg'ondan namoyish degan yolg'on pul uchun qiladi. Omu vazifesi, onda qilmasa dernekni ochanmaydi, tashkilotni ochanmaydi. Shu
Şunuğa aşında kılıdı, naynayını mı kılıdı, bomuz kılanmaydı. Davamlaştıramaydı teşkilatını, şirketini. Bu rast gep. Şunun için rast gep olturamayıp piştini deydi. İçilip kalgan yani. Hemmeler içilip kalgan yani yapkılınmaydı. Bütün milletten beşiği çıkıp algandı ki yani uçuktursun ya yapımız deyip NASA'dan yani bir yerden çıksa oy içilip kaptı deysiz. Çünkü siz mi Uygur'un biri. Ma milletninki ma çeteldeki naynayның bedenini vatandakilar tatip atıdı. Şular tölev atıdı. 72 yıl tölegen bedel aşı vatandaki Uygur'un bedeli. Şunun paydasını ma çeteldekiler gördü. Dava teşkilat dep turib pul tapıdı. Endi yo'q, biz teşkilatçı emas, biz bir Uygur süpütümüz bilan rast gap qilib o'tib ketaylik ma dunyodan deb qo'pyapmiz. Sizmi agar shundoq bir Uyg'urning birisi bo'lsangiz, quliqingiz haqda bo'lsin. Sizni imonsiz deganlar yo'q deyishingiz kerak. Yevropada hammadam yundishmaydi. Yeydigan narsangizni o'zingiz tanlab yeysiz. Do'kondan yeydiganlar bor, biz do'konda yemaymiz. Akilimiz halol o'rinlar bor, masjid bor. Onunla çoqqum Uyghur mescid qurib olaman. Voy tezlim pul yığınlar, kemmey turibla mana deyishni boshlasa, deb oltaman. O'zingiz bilan bulun. Qarindoshlarım, uyqumuzni sal ochayli, savol qo'yib baqayli, javob izlab baqayli. Mayli universal moz narsalarni so'zlab, o'tasa deb oltaman. Vatanda Uyg'ur qirilib ketyapti. Amerika allaqachon prezident Trump hukumati allaqachon Xitoyniki Uyg'urlar ustidan elib borgan erkiy qirg'inchilik jinoyatini bekitib olgan holatda ayadan qilamiz, desa ashada o'tirib ustal yeb ishgan ash narsalarni chiqarib beliqi o'ltirishib ketadi, o'zini o'zi xo'sh qilib. Sizmi qo'shib olsangiz, u o'zingizning ishi. Lekin biz unda bir yundishganlarning ishida yo'q. Yundishmaymiz. Shuning uchun o'zingizga puxta bo'ling. Mushu yangi kelganlarni men sizlardan shunda xo'shal. Hech bo'lmani bir Uyg'ur kelibdi. U meni qo'llamamdi. Voy, menga hech nima emas. Men faqat mushu yerlar yetib techaman, yetib kelganlarga duo qilaman. Ham tirishinglarni umid qilaman. Yanama izlanayotganlar bo'lsa, ularga duo qilaman. Tirish beqing. Hayotda hammamiz bir navbat bo'lgan. Lekin o'zingiz sal xotirjamlikka erishgan chog'da vataningizni aslaydi ekansiz. Shundoq yosh bolalar bilan so'zlashgan vaqtimda hozir vatan degan narsa ko'z oldimga keladigan bo'ldi. To'rdan bir narsani ko'ryapmiz, deb. Intervyuinglar tugaganda bakarak tushidi kallanglarga. Tildan o'tinglar, tirishinglar dedim. Men o'zimning gapimga o'zim ega bo'la olmayman. Mayli qoyaga arz qilamiz, yana birim qilamiz. Men azaldan birsini meni arz qilamdiki deb qo'rqib baqqan banda emas. Men bir top narsamizni yig'ib turib, bir top odam saqlayapmiz. Qaysimizni tortib chiqarib qolsa biz bir borayli deb. Dunyoviy xalqaro bir tashkilotlarning bizni tortib chiqarishini xalq betimchi chiqib bir hal qilib baqayli deyishyapmiz. Shuning uchun men azaldan birsi meni qonunning ishida qonunga rioya qilib, bo'ysunib, qonunning ishida ish qilib kelaman. Ammo hech qanday bir odamningki tahdididan qo'rqmayman. Taqabul turg'uchiligim bor. Shuning uchun qarindoshlarim, har qanday ishda o'zingizga ishining ishonchingiz bo'lsa, mayli har qanday naynayga taqabul tura olasiz, ham bila olasiz. Mau nima uchun haftada chiqib olib sarangda vaqirab yuriydi, lavziga qilib yuriydi. Voy Xitoy o'rilmaydi, voy Xitoyning iqtisodi tövallab ketmaydi, voy u degan yolg'on gap. Sen u Xitoy dadangga ishonganing bilan cho'ng dadangga biz ishonmaymiz. Butun dunyoda ajoyib bir o'zgarishlar bo'ldiki, og'zingni ichib qolsa, qapoq. Bu javobim shu. Xitoy cho'qim o'riladi. Xitoy virusimi shu Xitoyning o'rilishi bilan tugaydi. Shuning uchun qarindoshlarim, kim nima desa deb oltamanglar. Shu deganninki bedelini shu vatandakilar tortyapti. Men tunögün o'yg'ongan odam. 4 yil bo'ldi o'yg'onqili. O'yg'onganimda sizlar bilan o'rtoqlashib keldim.
Hergiz yuşamay ortaklaşıp kewatyma. Her qandaq wagtyda. Bu leksiya emas. Leksiya diýen bundaq bolmaýdy. Şuning üçin qeyrindaşlarym, her halda aklymyzny işletdeýli, aklymyzny işletdeýli, dötlik qymaýly, ýaq diýişini ögüniň, ýaq diýişini. Adam özündeki kamçylykny itiraf qilishgymy gayret kerek. Dötlik qymaň, özüňizde maňmakçy bolan ýoluňyzga özüňiz igi boluň, hem sürüşdirip, ýezip, hatyr kaldyryp durup, anadaki iş bejiriň. Rahmet sizlerge.